mana shu uzoq manzilga ketganingizda orqangizdan bolam oy borib omon qaytib orqangizdan duo qilar ekan. Ukalarim, mana shu Toshtemirjonning farzandlari otangni, onangni qo'llariga boq. Bu qo'llar bilan seni voyaga yetkazgan, ulg'aytirgan. Mana shu qo'llar bilan yoshligingda non uzatib, hatto mana shu qo'llar bilan seni boqib ulg'aytirgan. U Allah aytganda sen orom olgansan. Hatto ota-onang bugun seni to'yingni ko'rishga orzu qilib bugun mana davramizning qo'rida tik turibdilar. Ota desa tog'lar egar bosh, ota desa qayradi qosh, ota desa toshlar eriydi, ota desa dushman quriydi. Ona ulug', ona aziz, ona farzand bulog'i, farzand unga bo'lday shirin, farzand uning chirog'i. Safarda o'lganimda